o'g'il. Bor ekan, yo'q ekan. Burunqi zamonda bir dehqon o'tgan ekan. Bu dehqonning turmushi yaxshimi emas, yomonmi emas ekan. U boshqa yerlarni sayohat qilib kelish uchun uzoq safarga tayyorlanibdi. Bu odamning 3 o'g'li bor ekan. Safarga chiqishning oldida o'z bolalarga bir ikki ig'iz vasiyat qilib, o'g'illarining keyingi ahvolini sinab ko'rmoqchi bo'pti. Men uzoq safarga berib kelmoqchiman. Mening sizlarga deydiganim, har qaysinglarga bir juftdan to'xu, o'dak, g'oz berib ketaman. Men safardan kelgicha shularning tuqqan tuxumlarini udulliq setib, pulni xarjlab etmay yig'ib qo'yinglar. Keyin o'zinglarga kerak bo'lib qoladi. Debdi dadasi. O'g'illari ma'qul ko'ribdi. Cho'ng o'g'liga bir juft to'xu, o'tiranchisiga bir juft o'dak, kichigiga bir juft g'oz berib, o'zi safarga minib ketibdi. Bir necha hafta o'tgandan keyin to'xu, o'dak, g'ozlar tug'ishga boshlabdi. O'g'illar udulliq setib pul qilishibdi. Cho'ng o'g'ilning beshiga mundaq bir xiyol kelibdi. Tuxumning pulini yig'ib nima ovorchilik? Dadam kelgach pulni xashlab tomosh qilmaymanmi? Dadam kelib mendan tuxumning pulini so'rasa, tug'mas to'qu ekan, demamdiman. Deb tuxumning pullarini xashlashga boshlabdi. O'tiranchi o'g'ilmi o'dak tuxumlarini ondan o'dakni setib xashlab yetibdi. U dadam kelib so'rasa, o'dakni o'g'ri ib ketdi deb javob berarman degan xiyolga ketdi. Kichik o'g'li g'ozning tuxumlarini yig'ib, uni bostiribdi. Shunday qilib, avval g'ozni ko'paytib, ondan uning tuxumlarini zoya qilmay setib, xeyli nurg'un pul yig'ibdi. Bir mezgil o'tgandan keyin dadasi safardan qaytib ketdi. Kelibla cho'ng o'g'ildan topshirgan ishning natijasini so'rabdi. Cho'ng o'g'li tayyorlab qo'ygan javobni beribdi. Dadasi ko'nglida: "Sen odam bo'lmabsan. Keyingi kunda menga asqatmoqdeksan", debdi. O'tiranchi o'g'ildan so'rabdi: "Umu o'dak tuxum tuqqchi o'g'ri ib ketdi", deb yolg'on so'zlabdi. Buningga gap so'z qilmasdan ko'nglida: "Sen keyingi kunlikda menga asqatishing bu yoqda tursin, o'zingning jinnimi jon etamigideksan", debdi. Kichik o'g'ildan so'rabdi. U dadasiga tuxum setib yiqqan pullarni beribdi. Ondan ko'paytgan g'ozlarni ko'rsatibdi. Dadasi kichik o'g'ildan xush bo'lib, ko'nglida: "Mana, sen odam bo'ladi ekansan", debdi. Oradan xeyli vaqt o'tibdi. O'g'illar uyligidek bo'pti. Dehqon avval 2 cho'ng o'g'ilni, ondan kichik o'g'ilni o'ylab qo'yibdi. Dadasining o'ylig'inidek 2 cho'ng o'g'li kundan kunga namratlashib ketibdi. Uy vaqtlarini setib xajlab, yana dadasining quliga qarab qopdi. Kichik o'g'li g'ozlarni beqib, turmushini xeyli yaxshi o'tkazibdi. Ota-onasini yaxshi beqibdi. Dadasi kichik o'g'lidan bak rozi bo'pti.